Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari. Navbatdagi sotuvimizdagi avtomashinalar bu Cobalt va Spark avtomashina. Spark avtomashinamizning yili 2020-yil, Cobaltniki 2013-yil. Xo'sh, Spark avtomashinasi kraskalariga kelsak, bitta kapotda, orqa eshikda dedi. Qolgan joylari radnoy, xohlagan ustalar bilan kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Mashinamiz holati juda ham ideal holatda. Xo'sh, mashinamiz mexanika. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Metan gazlari bor. Balonlar o'rtacha holatda. Ko'rib turganlaringdek, mashinamiz tayyor holatda. Texnik ishi yo'q, motor ходовойda kamchiligi yo'q dedi egalar. Xo'sh, Cobalt'imizga kelsak, Cobalt'imizda bitta Krilloda kolenasida kraskasi bor dedi. Qolgan joylari radnoy dedi. Xohlagan ustalar bilan kelib tekshirib olsanglar bo'ladi. Balonlar o'rtacha holatda, 4 ta balon taqish kerak. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. CCS monitorlari bor. Bu ham metan gazlari bor. Xullas, bu ham tayyor holatda. Xo'sh, mashinalarimizni ikkalasi ham narxini 5950 dan deb qo'ydik. Yana savdolashadigan joy bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol egalari bilan savdolashib baraka qilsanlar bo'ladi. Sizlar bilan avtomobilimiz bizlardan uzoqlashmang.